Nihoyat men ana shu qishloqqa keldim. Nihoyat. Qishloqlar bu yoqqa juda ham ko'p. Va buni olsam ular gapirmaydi. Voy aytmoqchi. What the fuck? Aytmoqchim do'stlar va barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan bu men Dekplenobik do'stlar. Va biz bugun qanaqadir hamma joyi buzilib ketgan qishloqqa kelib qoldik. Qishloqlar bor-ku 13-qishloq. Menda aldashibdan shular. Men yangi joyga chiroyli, zo'r joyga kelamanmi desam, yo'q. Xo'sh, uyim qani? Bu qanaqa joy bo'ldi? Bu yerda eshik kiriladi, lekin bu yoq ochiq o'zi. Zombilar bilan bu yoqqa o'tirib bo'lmaydi. Bitta savolim bordi, mana bu nima bo'ldi? Tushunarli. Xo'sh, mayli do'stlar, hech bo'lmasa men bu joyga yashasak bo'ladi. Qanaqa bak bo'ldi. Xo'sh, mayli bolalar. Xo'sh. What? Tushunmadim hozir. Prikoldi. Qanaqadir bakmi deymanda. Xo'sh, do'stlar, bu joyga sakraymiz. Mayli. Oradan 2 yil o'tmasdan mana bu yerda olamizda. Xo'sh, qishloqlardan narsa olamiz. Loot unchalik zo'r emas, lekin birinchisiga bo'ladi. Va albatta o'g'irlaymiz. Aldashgani uchun. Hoppa, yetdik. Xo'sh do'stlar, men hamma joyda olib joylashtirib olaman. Xo'sh, hozir narsalarni olib joylashib olamiz. Xo'sh do'stlar, men bu yoqdan golimni topib oldim. Qaranglar qanday katta ekan. O'zim omading kelibdi. Bugun o'lish vaqtim bo'libdi-ku. Ishda. Tushunarli. Lekin buni olib ketish kerak. Qancha qishloqlarim unchalik narsalarni ko'rmasaga. What the fuck? Bu qanaqa? Menimcha bekorsiz dedim. Chiroyli turadi. Yaxshi. Aytmoqchim, bu joyni bilamiz do'stlar. Aniq yashamaymiz. Lekin buni olib ketish kerak. Oradan 2 yil o'tmasa sizlarga tez bo'lsin deb ma'murda qolamiz. Xo'sh, mayli do'stlar. Nihoyat qishloqlarda hamma narsani o'g'irlab oldik. Xo'sh, endi joylashib olsak ham bo'ladi. Va albatta men bu yaramaslarni yo'qotish kerak. Sen aytmoqchim, ko'rinti paydo qiladi. Xo'sh, bo'lmasa qolaveringlar. Sen kodlarim. Yo'q, qol. Bittasini o'ldirsak ham endi hech kim ko'rmaydi-ku. Hech kim ko'rmadimi shunday? Xo'sh, mayli bolalar. Ayni vaqt bo'ldi. Shu uyda mega super uyga aylantirishdi. Sababi endi tushunib turibsizlar. Xo'sh, albatta biz bu dunyodan chiqamiz. Va albatta qishloqlar ko'rmayinicha kreativga o'tamiz do'stlar. O'zi nima shuncha vaqt? Bekorgina vaqtimni ketkazibman-da. Xo'sh,
uyimizda super mega uy qilamiz. Sababi kutlar kirib chiqaveradi. Bo'lmasa hamma uyimiz xunuk bo'lib qoladi do'stlar. Menimcha sizlar buni tushunib turibsizlar. Aytmoqchi. Buni bir qo'yamiz. Yoki ben boshqa chiqsam. Yo'q. Shunday tursin bir. Xo'sh, kompyuterda o'ynasaydim. Osonroq bo'lardi, lekin shu telefonda o'ynasa bolalar shunday muammo. Olin senam. O'zi qanday chiqayotgan o'zim ham bilmayman. Lekin umid qilamanki yaxshi chiqadi deb. Kompotni albatta uning uchun qishloqda olaman bitta video. Va albatta ko'ynakga borib kelish kerak. Reder bo'lsaydi yordam beraydi. Hozir bu mazza qilib bu yerda o'tiribdi, ovqatlanib. Xo'sh, mayli. Xo'sh do'stlar, bu eg'larda qildik. Ana endi bu eg'larda qilmoqdaman. Sababi bu uy qo'shnilarimiz qishloqlar kelsa, ana endi shunday turmaydi-ku. Shuning uchun uyda perenoska qilyapman desam ham bo'ladi. Bu taxta yaxshiroq. Shu perenoskani yomon ko'raman-da. Qishloqlari qarab o'tiribdi shular. Ana endi uyga o'xshamoqda do'stlar. Aytmoqchi. Bunday qo'yish kerak. Bundan nima qilmoqchisan desanglar, podval. Lekin bu endi keyingi safar. Xo'sh. Buni buzamiz. Xo'sh. Ularda hech kim ko'rmadi. Bu yoqda ham qilib qo'yish kerak. Senlar hech nimani ko'rmadinglar. Xo'sh, bolalar. Aşağıda tutkazib, sizlarga hamma narsani ko'rsataman. Xo'sh do'stlar, nihoyat men uyimni qurib tugatdim. Xo'sh, biz albatta ko'rsatishim kerak sizlarga. Endi ko'rganlaring yo'q-ku. Men bloklarni almashtirdim. Ham bu blokga almashtirdim do'stlar. Xo'sh, mayli do'stlar. Men ana shu blokga bu blokga almashtirdim. Xo'sh, tushundinglar. Xo'sh, albatta kiramiz. Xo'sh do'stlar, kiramiz. Xo'sh, mana bunday uy. Ana shu podvalni tushunmadim nima qilishdi. Shuning uchun shunday qoldirdim do'stlar. Xo'sh, mayli, ikkinchi etajga chiqamiz. Men ikkinchi etaj qurdim bu yerdan. Shu ana shunday uylar. Mana shu yoqqa narsalarimizni qo'yib qo'yamiz. Albatta, jeytillarni asabiga tegishga ham. Xo'sh, mayli. Albatta, eshitmayotgan bo'lsa juda yaxshi jeytillar bo'lsa, tushuninglar. Xo'sh, bu yoqqa narsalarni zo'r qilsa bo'ladi va bizning yomon qo'shnilarimizga qarasa bo'ladi. Albatta, do'stlar, bizning eng yomon qo'shnilarimizga. Xo'sh, albatta uyimizda ko'rsatib bo'ldim. Hech qanday sirli kirish joyi yo'q menga do'stlar. Xo'sh, ana endi chiqamiz bu yoqdan. Chiqay. Xo'sh, mayli.
shunday aytmoqchi, o'tgan videomizda bizning o'tgan videolarimizda ko'plab buglar bor edi va albatta buning uylar ham ko'plab edi do'stlar. Xo'sh, men bu safar hamma joyda va golemlar ko'payib ketdi. Men bu joylarda yangilashtirib hamma joyda shu tushundinglar, chiroyli qildim. Xo'sh, videoni ko'rgan bo'lsanglar, xo'sh do'stlar, agar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, ana shunday chiroyli qishloq qurganimga albatta obuna va like tugmasini bosish kerak bo'ladi. Xo'sh, sizlar bilan bu mendek Brenobek edim. Xo'sh, video ham o'z nihoyasiga yetdi va hammaga xayr.